Отопление uchun ishlatiladigan sirkulyatsiya nasos haqida ma'lumot berib o'taman. Villo Yonospiko 25/8 modeli, Germaniya mahsuloti, 25 rezba va uzunligi 18 sm bo'ladi. Va chistotniy bo'ladi. Chistotniy o'zi nima? Shu xonadon uchun 30 ta radiator qo'yiladigan bo'lsa, mehmonxonalarga 15 ta va doimiy ishlab turadigan xonalarga 15 ta, общий 30 ta radiator qo'yiladigan bo'lsa, shunda mehmonxonalar uchuq bo'lganda 15 ta radiatorga yarasha rasxod bilan ishlab turadi va elektr sarfi kam bo'ladi. Qolgan xonalarning radiatorlarini yana yoqilganda 30 ta radiatorga yarasha yo bo'lmasam 25 ta radiatorga yarasha tok sarf qiladi va nasosga kuch kelmasdan ishlaydi. Tupoy nasosdan shunaqa xususiyatlari bilan afzal turadi. Va bu funksiyasi, bu knopkasi havoni chiqarib tashlaydigan knopka. Radiator uchun 15 ta radiatordan 30 ta radiatorgacha sirkulyatsiya qilib bera oladi. Bu 1 2 3 tupoy nasos bo'lib ishlaydi va bu tomonda 1 2 3 topli pol rejim va 10 kvadratda 220 kvadrat maksimalniy topli polda sirkulyatsiya qilib bera oladi. Buni o'zini nomogrammalari bor, gidravlikalarni hisoblab turib, nomogramma bo'yicha qo'yiladigan bo'lsa, zo'r ishlaydi. Biz hozir kotelniga qo'yganmiz, kotelni obratkasiga. Sistemamiz podacha obratkalari. Shu ko'rinishda